oxirgi payt menga shunaqa tuyulyapti shekilli. Ya'ni inson zoti hamma narsani osonlikcha topgisi kelyapti. Shu borada sog'lig'ini ham ijtimoiy tarmoq orqali, telefon qo'ng'iroqi orqali menga qilishadi, yetishadi. Doktor deydi, menga onlayn lecheniya yozib bering, men onlayn shifo topay sizdan deb aytishadi. Keyin men ularga tushuntiraman. "O, baraka topkur. Men bir mashina ishlab chiqarayotganim yo'q. Ertaga yoqmasa, что boshqa zapchastga almashtirib olsa bo'ladigan. Bu sog'liqda xato qilib bo'lmaydi. Agar men xato qilsam, jabrini siz ko'rasiz. Shifoni o'shaning uchun mutaxassis qabuliga borib qidirish kerak. Hozirgi kunda kasalliklar murakkab bo'lib ketgani sababli kerak bo'lsa, bitta mutaxassis emas, bir nechta mutaxassis kerak bo'ladi to'g'ri diagnoz qo'yib olish uchun. O'shaning uchun o'zingizni sog'lig'ingizni asrang va ertaga bekorga ham sog'lig'ingizni, ham cho'ntagingizdagi mablag'ingizni havoga uchirmang deb tushuntirishga harakat qilaman. Kimlardir tushunadi, kimlardir tushunmaydi.